You lift me up high, you spread my wings and fly me to the sky. I feel so alive, it's like my soul thrives in your light. But how I wish you'd be here with me all year around. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Albatta, ulug' merimni borakar Alloh taoloning ati bilan boshlaymiz. Shunday iyig' Ramazon oyida Alloh taoloni tabu maqsadida bizning yuragimiz merimga to'lgan, arayimga to'lgan borakar, jashursi ehsonga, sadaqaga boy, shunday bir Allohning rozilig'iga kelganda hech bir narsasini ayamagan, shunday bir Alloh taoloning roziligini yurakdan izlagan, shunday bir ilmni suygan, shunday bir ko'pdan qiynalgan uylarga yordam bergan, mechit madrasalarga yordam bergan, qanchalar musulmon bir to'g'onlarimizning qiyinchiligini yengillatgan, qanchalar uyi yo'q musulmon bir to'g'onlarimizning uyli bo'lishine sebepçi bo'lgan, qanchalar mechit madrasalardan tushishine sebepçi bo'lgan, bizden ushul Naraydan Yıldız degan ajimiz var. Bugun da ushul savqoz eline az qamsiz bo'lgan uylarga produktlar topshirib o'tiradi. Allah talam qabul qilsin. Allah talam o'sha og'izindagi urpaqlardan olimlarni, ulamalarni, qarilarni, qariyalarni chaqirgan bo'lsin. Jalp ummatning vaqtli bo'lishida, jalp ummatning o'shunday bir beyishga kirishida, to'zoqdan saqlanishida sebepçi bo'la turgan, Allah suygan, el suygan, o'shunday bir eldan ulug' bo'lgan olim ulamalar chiqsin inshaalloh. O'shunday Yıldız og'amizday patriot jo'mat berishgan musulmon bir to'g'onlarimiz ko'p bo'lgan bo'lsin. O'shaga o'xshagan o'shunday bir yuragi merimga to'lgan qo'li ochiq musulmon bir to'g'onlarimiz ko'paygan bo'lsa, muhtojlarning soni azayadi. Qiyinchilikda yashab yurgan musulmon bir to'g'onlarimizning qiyinchiligi jangildaydi. O'sha musulmon bir to'g'onlarimiz ko'p bo'lsin inshaalloh. Ertang o'zining da g'aylana o'shunday bir produktlar tarqatib жатadi. Alloh taolam qabul qilsin. Alloh taolam o'sha Yıldız og'amizning uy bo'losindagi Alloh taolam o'zining mehrimin, araymin, kechirimin tushirgan bo'lsin. O'shunday iyig' Ramazon oyida Alloh taolamning tabu maqsadini shunday bir ehsonlar tarqatib turadi. Alloh taolam beyish kiyimlarini kiydirsin, beyish tamoqlarini bersin, beyishning qolgan eshigining kirishga mumkinchilik bergan bo'lsin. To'zg'otini aram qilgan bo'lsin maşallah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ramadan ya habib, Ramadan, Ramadan, laytaka dawman qarib. Assalomu alaykum uka, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Yıldız uka. Umringiz uzoq bo'lsin, tanijoningiz sog' bo'lsin, topganingizga Xudo baraka bersin. Bolalaringiz orzu havasini ko'ring. Ro'zai Ramazonda siz menga birni beribsiz, sizga Xudo mingni bersin. Allohim, shukrlar, tanijoningiz sog' bo'lsin. Safarlaring bexatar bo'lsin. Bolalaringizga bosh bo'ling. Hamma kim yordam qilayotgan bo'lsa, hammasini tanijoning tog' bo'lsin. Sizlar birni bersin, sizlarga mingni bersin. Umrlaring uzoq bo'lsin. Bolalaring, o'g'illaring yaxshi joylarga kuyov kelin bo'lsin. Allohim, yuragingdan qismagin, g'oyiblaringdan bergin. Allohim, shu ukam ham tanijoni sog' bo'lsin, mana shu ukalarim ham tanijoni sog' bo'lsin. Alloh yetkazganiga shukr. Yaxshi odamlar ham bor ekan, hamma yomon emas ekan dunyoda. Yaxshi odamlar ham ko'p ekan, mana shular kelib xabar olishib, kvartiralarning pullarini to'lashib, svetlarning pullarini to'lashib, kelganda produktlar, osh, non hamma yoq olib kelib yordam qilishyapti. Allohim shularning umrini uzoq qilsin, tanjonlarini sog' qilsin, bolalariga bosh qilsin, ota-onalarining ham umri uzoq bo'lsin, tanjonlari sog' bo'lsin. Shu bolalarimni ham yaxshi o'g'illari, qizlari yaxshi joylarga kuyov kelin bo'lsin. O'zlariga Xudo martabalarini bundan ham baland qilsin. Ilohi amin. Topganlarga Xudo baraka bersin, tanjonlari sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Shu ukalarim ham meni qo'llasa, ularni Xudo qo'llasin. Allohu amin. تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضعر